O'zbekistondamizmi, Xitoydamizmi? Ikkita do'konning bittasi Xitoycha yozuv, Xitoymi? Erkin post, Toshkentga kirish. Mana bitta so'ra cho'chqa kirib keldi hozir so'rada. Xitoyliklar faqatgina magazin kirib kelmagan, magazin ochib savdo qilib o'tirishibdi o'zi Toshkentda uni. To'g'ridan to'g'ri katta hajmda investitsiya kiritilaverishda Xitoy tomonidan ehtiyot bo'lish kerak degan fikr aytganman. Haligacha shu pozitsiyadaman. O'zbekistondagi bizneslarni 50% dan ko'pi xitoylik investorlarning qo'liga o'tib ketadigan bo'lsa, keyin ular bizning siyosatimizga ham ta'sir o'tkazishi mumkin. Ular ertaga bizda qonunlar chiqarishda ham o'ziga yoqadigan qonunlarni chiqartirishi mumkin. Bizning deputatlarni sotib olishi mumkin. Bizning partiyalarga ta'sir o'tkazishi mumkin. Agar siz bir paqani bevosita qaynoq suvga solsangiz, paqa qaynoq suvda turmaydi. Ammo agar siz uni ehtiyot bilan qozondagi sovuq suvga solib, asta-asta suvni qizitsangiz, bu jonivar uzun vaqt temperatura o'zgarishini bayqamaydi va u suv qaynaganda bo'lsa, bek kechikib qolgan bo'ladi. Tirik paqani pishirishning bu usuli faqat bir qiziqarli parang emas. Balki 19-asrda elib berilgan haqiqiy sinoqning natijasi. 1869-yili elib berilgan dastlabki tadqiqotda dastlabkilarning mingisi elib etilgan va ondan ular sinoq qilingan. Bugungi kunda Xitoymi o'xshash usulni qo'llanayotgandek qiladi. Bugun biz Mao'ning qushqashlarga qarshi urush e'lon qilishi sababidan ocharchilik yuz berib o'lib ketgan va harakat qiladigan har qanday narsani yeb, bu odatidan hozirgacha voz kechmagan Xitoylar haqida to'xtalmoqchi emasmiz. Balki biz Xitoyning vatanimiz Sharqi Turkistonni besib olganiga o'xshash O'rta Osiyo davlatlariga aldamchi siyosatini yurgizayotganligiga diqqat qilishimiz kerak. Sharqi Turkiston 1.800.000 kvadrat kilometr keladigan g'oyat zo'r zamin. Bu rayon O'zbekistondan 4 hassa cho'ng. Sharqi Turkistonda dunyoga dangliq taklimakan qumliqi va tarim o'ymonligi bor. 2022-yili tarim o'ymonligida 1.700.000.000 tonna neft zapisi bor, cho'ng bir neftlik bayqalgan. Bu rayon faqat neftliklari bilan emas, balki tabiiy gaz, qimmatli kan boyliqlari va serak to'pa qatorliq mo'l zapisi bilan dangliq. Ming yillar ilgari islom dinini qabul qilgan otamiz Sultan Abdulkarim Sutuq Bug'roxon, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Qashqari va boshqa nurg'un mutafakkurlar bu davlatda tug'ilib cho'ng bo'lgan. Bizning asrimizga kelganda vaziyat zo'r darajada o'zgardi. Hozir bo'lsa Sharqiy Turkistonda musulmon bo'lib yashash oson emas. Balalarga tilini va dinini o'rgatadigan ota-onalarning qamoqqa ilinishi odatdagi ish. Balalarning juma namoziga qatnashishining oldini olish uchun qasddan maktablarda tutib turilishi, masjidlarda azon ovozining o'chirilishi va davlat xizmatchilarining masjidga berishining cheklanishi bir qancha yildan buyon xalqimizning eng'iga singib ketgan voqea. Vatanimiz Sharqi Turkistondagi musulmonlar uzluksiz nazorat va zulm ostida yashashga majbur. Eng nachar yeri shuki, biz tilga elib o'tgan bu insoniyatga qarshi jinoyatlar Xitoy hukumati Sharqiy Turkistonda elib berayotgan qirg'inchilikning faqat bir qismi. Minglagan musulmon ayollar va kichik bolalarning 2 dunyo urushidagi Germaniya jazo lagerlarini eslatadigan qayta tarbiyalash va mingi yuyish markazlarida tutilib jismoniy va ruhiy jihatdan qiyin qistoqqa ilinmoqda. Bu yana bir echinishli reallik. Rabbini tunimaydigan Xitoy hukumatining vatanimiz Sharqi Turkistonda insoniyatga qarshi qilgan jinoyatlari ko'pincha xalqaro jamiyatga yetib bormaydi. Barisi-mu iqtisodiy kuch orqali Xitoyning qiltig'iga ilinib, qolgan davlatlar sukut qilishga majbur bo'lyapti. Qarindishim, Sharqiy Turkistonda internet qattiq kontrol qilinadi. Shohidlar darhol jim qilinadi. Haqiqatni aks ettiradigan har qanday rasm yoki xabarlarning sirtqa chiqib ketishi cheklanadi. Xitoy Sharqiy Turkistondagi jinoyatlarning oshkorlanib qolmasligi uchun chet ellik jurnalistlar, tadqiqotchilar va olimlarning u yerga kirishini chekladi. Tajovuzchi hukumat dunyoga Sharqiy Turkistondagi vaziyatni o'z manfaatiga mos keladigan qilib o'zgartirilgan, sahnalashtirilgan holda tushuntirish bilan ko'rsatib berdi. Masalan, 2025-yil yozda Sharqiy Turkistonga sayohat qilib kelgan va boshdan kechirganlarini yozgan turk yozuvchisi va jurnalist Taha Qilichning so'zlariga yana bir qatim quloq solaylik. U mundaq deydi: Amaliyotda men Sharqiy Turkistonga kitob yozish va bu manzarani haqiqatni aks ettirish uchun bormagan edim. Ammo men qaytgandan keyin Xitoy hukumati diplomatik yo'llar orqali biz bilan aloqalashib, kitobning nashr qilinishining oldini olish uchun nurg'un tirishchiliklarni ko'rsatdi. Bu to'salg'ularga duch kelganda men xato qilmaganligimga ishondim. Chunki kitobning teksti bilan texi yuz ko'rishmagan bir tarafning qo'rqishi, ularning mening shohid bo'lganlarimni boshqa xalqlarga yetkazishimni xohlamaydiganligini ko'rsatib berdi.
Shundaqdimi Taha Qilishning nashriyatchilarining qat'iyligi bilan yozuvchining yo'qab ketgan jo'g'rafiyaning izidan Sharqi Turkistonning sayohat xotirasi nomli kitobi nashr qilindi. Avtorning o'z kasbini maxfiy tutish va Sharqi Turkistonning digudek porliq rayonlarida shaxsan shohid bo'lib, keng ko'lamlik tortgan suratlar va ko'rinishlar orqali Sharqi Turkiston xalqi ustidan elib berilgan qirg'inchilikni xotirlash iqtidori tajovuzchilarning tinchligini buzgan edi. Buning sababi 2016-yildan buyon Qizil kommunistik hokimiyat Sharqi Turkistonda yuz berayotgan qirg'inchiliklarni yushirib, o'zi setib olgan yoki kontrol qilgan jurnalistlar orqali har xil aldamchilik va soxta tashviqot vositalarini qo'llanib keldi. Ammo avtor Xitoyning soxta tashviqot temini buzib tashlaydigan aniq dalillarga ega edi. Har xil tashviqot kanallarining ziyoratini qabul qilgan Taha Qilich, Xitoy amaldorlarining uchuq deb jar salayotgan masjidlarining ko'p qismining amaliyotda taqoq ekanligini ko'rsatib o'tdi. U mundaq deydi: masjidlarning ishiklari uchuq, lekin ichida na joy namoz, na namoz o'qishga imkon bor. Men 3 qatim namoz o'qidim. Ammo har qatim Xitoy bexatarlik xodimlarining qattiq qarshiligiga uchirdim. Xitoyning ikki yuzlamachiligi shuki, ishg'ol hukumati jurnalistlar uchun alohida yushirilgan sayohatchilarda masjidlarni uchuq ko'rsatish orqali dunyo jamoatchiligini aldaydi. Amaliyotda nurg'un masjidlar spirtli ichimliklarni sotadigan qavoqxona, restoran yoki mehmonxonalarga o'zgartirildi. Bu Xitoy hukumatining bir millatni va ularning e'tiqodi bo'lgan islomni sistemalik yo'qotish siyosatining bir ifodasi. Bu oq masjid butunlay taqalgan bo'lib, hatto ibodat yoki ziyoratchilarga taqalgan. Qo'limizdagi ushurlarga qaraganda tajovuzchi Xitoy hukumati amaliyotda islomga qarshi harakatini buningdan xili burun boshlagan. 1956-yildan 1978-yilgacha bo'lgan aralıqda Sharqi Turkistonda 26600 masjid chiqib o'tilgan. Muhojiratdagi ba'zi bir qarindoshlarimizning guvohlik so'ziga qaraganda, ba'zi tarixiy masjidlar hatto hojatxonaga o'zgartirilgan. Hozir bo'lsa ijtimoiy taratqularda Sharqi Turkistondagi masjidlarning chiqilib, ko'ngil ichish so'rovlarga o'zgartirilganligini ko'rsatadigan sinlar tarqalib turmoqda. Masalan, TikTok ijtimoiy to'rida e'lon qilingan birisida biz Xitoylarning masjidda cho'shqa go'shi yeyotganligini, aroq ichayotganligini va usul o'ynayotganligini ko'ramiz. Ayni vaqtda bir qism kanallar bu masjidning Sharqi Turkistonda ekanligini va musulmonlarning muqaddas joyining allaqachon Xitoylarning usul maydoniga aylanganligini tanqid qilgan edi. Ishg'olchi Xitoy hukumati vatanimiz Sharqi Turkistondagi zulmni oqlash uchun mavjud paktlarni Amerika va G'arbning to'qilmasi deb ko'rsatyotdi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy islom va musulmonlarga qarshi hiyla-mikirlik siyosatini O'rta Osiyo davlatlariga eksport qilmoqda. Eng yangi sonliq ma'lumotlarga qaraganda Qozog'istonning Xitoydan olgan qarzi 9 milliard 200 million dollar, Qirg'izistonning 4 milliard dollar, Tojikistonning 3 milliard dollar, O'zbekistonning bo'lsa tashqi qarz summasi 72 milliard dollardan eshib ketgan bo'lib, qarzining ko'p qismi Xitoydan kelgan. Xitoy O'zbekistonga mablag' solish va qarz berish jihatda Rossiyadan eshib ketgan. Rossiya, Xitoy, Yevropa ittifoqi yoki Amerika bo'lsin, boshqa davlatga qarz bergan yoki mablag' solgan har qanday davlat oldi bilan jamiyatda o'zining manfaati va qarashiga mos keladigan shartlarni qo'yadi. Ammo Xitoy boshqa davlatlarga o'xshamay avval beradi, mablag' soladi, oxirgi kelganda o'z kuchini shu davlatning siyosatiga asta-asta aralashtirdi. Buni his qilolmagan davlatlar bilib turib, Xitoyning yumshoq siyosati ostidagi qarz tuzoqiga qayiladi. Oxirida bo'lsa o'z zaminini Xitoyga go'ro'ga qo'yishga, hatto setishga majbur bo'ladi. Oxirida bo'lsa Xitoydan import qilingan kuzatish kameralari har bir ko'cha va joylarga o'rnatilib, musulmonlarning chiroyini farqlantirish va vatanimiz Sharqi Turkiston xalqiga o'xshash ularni uzluksiz nazorat qilish rolini o'ynaydi. Yaqinda Xitoylarning keng ko'lamda O'zbekistonga kirishi to'g'risidagi mish-mish paranglar faqat vahima deb tushunilmoqda. Ular uchun ishlaydigan yemaklik zanjirining ko'payishi, ijtimoiy to'rlarda poytaxtga cho'shqilarning o'g'irliqcha elib kirilayotganligi va ko'rsatilgan sillar vaziyatning qanchalik jiddiy ekanligini ko'rsatib beradi. Hukumat organi buni rad qilgan bo'lsa-mu, yerlik aholilar Xitoylarning Toshkentdagi munbat yerlarini keng ko'lamda xususiylashtirayotganligi to'g'risidagi xabarlarni rad qilmaydi. Bilganimizdek, Xitoy bir davlatni egallab olish va uni beqindi qilish uchun harbiy kuch ishlatmaydi. Aksicha u iqtisodiy yordam, qarz va har xil diplomatik yo'llar orqali hukumatni egallab oladi. U diniy olimlarni, vatanparvar siyosatchilarni va fidokor ziyolilarni davlat ichidagi xoinlarning qo'li bilan vayron qiladi. Biz buni vatanimiz Sharqi Turkistonda ko'rdik. Filmimizning oxirida yana deydiganimiz, biz vatanni ko'rib, ishg'olchi Xitoyni tushunib ham zulmlarni ko'rib chiqdik. Bilimiz ham his qilamiz. Lekin diasporadagi farzandlarimiz yo vatandan kichik chiqqan yoki chet el davlatlarida tug'ilgan.
Şuna filmlerimiz orqali ota-ona, aka-uka, og'ich-singil, do'st birodarlarga bir eslatma bo'lish bilan birga farzandlarimiz uchun Xitoyni tushunish va vatandagi zulmni tunishtirishni maqsad qilib bu filmni ishladik. Kanalimizga a'zo bo'lishni va sizlarimizni boshqalarga tavsiya qilib qo'yishinglarni umid qilamiz. Bizni qo'llaganingiz o'zingizni qo'llaganingizdir.